Karavattiki ki. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ki. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Kining beshidan olinadigan shakli. Misol: kamput. Kining bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: somka. Kining oyog'idan olinadigan shakli. Misol: keklik. Kining ayrim shakli. Misol: çilek. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Kamput ki harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Somka ki harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Keklik ki harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çilek ki harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Kel, ket, kes, ko'z, ka, mal, kamal, ket, men, ketmen, kö, tek, kötek, ka, va, kava, mek, tep, mektep, ik, ki, ikki, kö, mür, kömür, rük, örük. Quyruq siliştirish. Uzun kimning quyruqi, qisqa kimning quyruqi. Yelpigishga o'xshaydi, eting kimning quyruqi. Maymun uzun quyruqkan, to'shqan qisqa quyruqkan. Tiyinchoqning quyruqi yelpigishga o'xsharkan. Agri kimning quyruqi, yaplaq kimning quyruqi. Hammadan chiroyliqkan, eting kimning quyruqi. Xo'roz agri quyruqkan, o'rdak yaplaq quyruqkan. Qarang to'zning quyruqi hammadan chiroyliqkan.